Bu darsimizda Excel dasturining asosiy va bizga eng kerak bo'ladigan sozlamalarni ko'rib chiqamiz. Excel dasturiga kirib olamiz. Kirganimizdan keyin bitta yangi oyna ochdik, ya'ni yangi hujjat. Fayl menlar qatoridan faylni tanlaymiz. Parametr degan joyga o'tamiz. O'tganimizdan keyin qarang, ochiladi, option ochiladi. Optionda bizga kerak bo'ladigan shrif doimiy qaysida turganligini bildiradi. Biz mana shu yerdan times o'tkaza olamiz. O'zi asosan belgilangan shrif turi bu bizga times bo'ladi. Razmeri esa 14 qolamiz. Bo'ldi. Endi qolgan joylarga uncha qiziq emas. Bizga mana asosan yangi hujjat ochganimizda shrif turi qanaqa bo'lsin degan maytda mana caliber, ya'ni caliber deb yozib qo'ygan, 11 shrif ko'rsatib qo'ygan. Biz o'shani sozlab qo'yapmiz. Endi сохранение degan joyimiz bor. O'shanga o'tamiz. Bu misoliga aytaylik, ba'zi bir hollarda kompyuterimiz o'chib qoladi yoki da bo'lmasam svit o'chadi. O'sha payti ma'lumot ishlayotgan jarayonimizda necha minutda bu avtomatik saqlanib qilish degan joyimiz mana. Avto saqlangan каждый 10 minut ekan. Biz o'sha narsani 1 minut qo'ysak, har 1 minutda o'zi avtomatik saqlanib qilib boriladi. Yana bitta zo'r tomonini aytib o'tib ketaman. Aytaylik, kompyuterimiz o'chib qolganda bu Excel'imiz avtomatik o'zi qayerga saqlanib qilishi mana joyini ko'rsatib qo'ygan. Bizda C diskimizda 100 bor. 100 yoq qo'shilib yozganmiz. Mana shu app data mana shu joyga saqlanib qilinadi ekan. Buni OK qilamiz va avtomatik o'zi bu o'chib yongandan keyin mana shu avtomatik o'zi times bo'ladi.